Hürmetli vatandaş, bugün Çislağa 2024 yıl 5. ayının 19. günü haftaga yakshanba. Yuqorida ko'rib o'tdik, bu qatim Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning Jungo Beijing ziyarati va Rais Xi Jinping bilan suhbat o'tkazganligi va ko'rishgandan keyin vatandaş yuqorqadek birleşme bayonot e'lon qilibdi. Bu bayonotning bir partiya yoki bir abzasi yoki bir moddasida ikki davlatning mol mulkini qo'g'dash va ikki davlatning mol mulkining bexatar ekanligi kapolatga ega qilishdan iborat o'zaro bu va'dalarni berishdi, hurmatli vatandoshim. Undan keyin avval men sizga so'zlay, bu qatim Prezident Vladimir Putin kutib olish ya xalq saroyida kutib olish murosimi o'tkazganda yoki sahnaga nutq so'zlashga taklif qilganda uning ko'zida ko'z yosh lig'irlab turadi degan edimi vatandosh. Bugun bu xabarni yozgan kishi haqiqatan bu qatim Prezident Vladimir Putinning Beijingda Jungoda ko'ziga issiq yosh kelganligi va ko'zida ko'z yoshning lig'irlab turganligini bu xabarda isbotlabdi vatandosh. Nemişki şunda kudretlik bir devlet. Tehtinigin 5. ayının 7. günü Moskva Kızıl Meydan'da her bir parat kıddaşlıgen armiyanın kumandanı Bolgan Vladimir Putin, Prezident Vladimir Putin nemişki Beijing'e gelip közüge ıssık yaş aldı. Nemişki közüde köz yaş leğirlap durdu. Gördünüz mü? Kuş degen qayerdeki vatandaş? Xalqaro jamiyatning nazorati. Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi G'arb lageri demokratik lagerning demokratik davlatning nazorati. Qani Jungolik Rais Xi Jinping nima ish qilasan ko'rib boqayli. Qani Rossiyalik Prezident Vladimir Putin ikkinlarning o'yin sahnasi bugun Jungo Beijing xalq saroyi ve Beijing Tiananmen meydanı kürek sahnesi işkinlarının yoki iki devlet rehberinin, iki mustabitning, iki padişahının qiladigan işi nima, so'zlaydigan işi nima, jahon xalqi ko'zitib turibdi, ko'rib turibdi. Sen bu nazorat ostidagi davlatlar. Uning ustiga Ukrayna urushi tufayli Prezident Vladimir Putin bütün Yevropadan siqib chiqarildi. Yevropa uning qo'ynini ochmadi, aksicha Prezident Vladimir Putinni Yevropa ittirib etdi. Ittirib Osiyoga tashlab berdi vatandosh. Asiyada bunu qo'llaydigan birlik kishi Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining Rais Xi Jinping. O qo'llaydi, o qo'llashi kerak. O ansirayotgan masala hammadan boshqa Uyg'uriston masalasi vatandosh. Uyg'uriston masalasidan iborat bir halqa Prezident Vladimir Putinning qo'lida vatandosh. Uyg'uriston masalasidan iborat bir nozik masala Prezident Vladimir Putinning daftarida va uning tashqi siyosatida vatandosh. Xitoyning silkinib turishi, qo'rqib turishi, Rossiyaga yolvorib turishi boshqa maqsad emas, dal Uyg'uriston masalasida. Ben başta aytdim, bugün Uyg'uriston masalasi bo'yicha hem Ukrayna urushi meydanı bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida G'arb lageri, Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi demokratik davlatlar hem Rossiyaga besim ishiltayotdi, hem Jungoga besim ishiltayotdi. Dedim vatandoshim, bugün Prezident Vladimir Putinning ko'zida lig'irlab turgan ko'z yosh dal mana shunday besim ostidagi ko'z yoshlar. Dal shunday besim ostidagi ko'z yoshlar ular quchoqlashdi. Ular quloq pishirladi. Hatto tercüman, yenidagi tercüman inishib turib buni angladi. Nima deganligi hozir matbuotga chiqmadi. Rossiya tarafmi tarqatmadi. Ular quchoqlashdi. Men dedim o'tirgan biri-biriga madad berdi. Biri-biridan yordam izladi. Biri-birining qo'llashini kutmoqchi bo'ldi. Ayrılmaymiz dedik.
hamkorlik dedeni 130 qatam strategik hamkorlikdir hammasi. Demak, bular bir-biriga ehtiyojli. Bir-birini qo'llash kerak. Chunki ishga mustabbat birisi Yevropa, Rossiya, birisi Osiyo, Jumhur Xalq Cumhuriyati, Rais Xi Jinping, Prezident Vladimir Putin o'rtasida hozir azob tortayotgan, qiynalayotgan, halok bo'layotgan, urush maydonida o'layotgan Ukraina, jazo lagerida o'ltirilayotgan, qirg'in qilinayotgan Uyg'urlar. İki milletinin, Ukrayn milletinin, Uygur milletinin takdiri bugün bu iki müstebbetliğin koluda. Biz yukarıda körüp ettik vatandaşım, bazı iki devlet mal mülkünü qoğdaş. Ben bugün müşeyedim, müşü sözlevatkan leksiyem, müşü muhakememde Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclis 105 nefer Devlet Meclisi azasıga şu narsani müracaat kılıman ki bugün Rusya'nın mal mülki, bugün Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin mal mülki ve onun isabatındaki ilgilik, hukukluk mal mülki ve kapitali bu başka yerden kelgen emez. Avvalda Rusya, Xitay ittifaqlaşıp Uyg'uristonning Xitoyga mustamlika qilib berib, tamamen 8 yil, 10 yil degidek Rusya bilan Xitoy birlashib Uyg'uristonning kan boyliqlarini ochdi. Masalan, Altay Ko'kto'qay Biral koni. Ya'ni mundaq aytganda, bugungi til bilan aytganda, Serak to'pa. Bugünkü tilbile aytganda Serak to'pa kanını, Ko'kto'qay kanını açtı. Urush davrida Rossiya Stalin Qarınbay ve Maytaq nepitlikini açtı. Paydalandı. Gomindan yol koydu. Xitoy yol koydu. Sebebi Rossiya Stalin Şinjan degan bu zaminni Xitoyga qo'shib berdi. Şuna bugün Rossiyaning kapitali ve xalqarodagi boyligida Uyg'urlarning haqqi var. O Cenubi Uyg'uristonda Kansur ayını açtı, Tömür Rodisi, Tömür kallarını açtı. Rus bilan Xitoy birleşip paydalandı. Şuna bugün Rossiyanın chet eldeki kapitalida Uyg'urlarning haqqi var. Xitoyga kelsak, ben tünügünlerden aytdim, Xitoy bu 70 yıldan beri taxminan Uyg'uristondan haqsiz elib ketgan pul 40 trilyon dollar atrofida dedi. Bu iki devlet hazır Ukrayna halkı aldıda qon qarzıga boyilgan devletler. Çünkü Ukraynaga tajovuz qilib kirishini Rossiyaning jungi hozir qadam qo'llayotdi. Bu iki devletning qo'li Uyg'urning qini bilan bo'yalgan qo'ldir. Uyg'urning aldı qon qarzıga boyilgan iki devletdir. Rossiya jungi. Şuna Rossiyaning chet eldagi kapitalida jungining chet eldagi kapitali bu butunlay Uyg'urlarning iqtisodi, Uyg'uriston tuproqlaridan kelgan Gaznipet ham Ashapaqda mo'shining badaliga kelgan dollardir. Şuna biz Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi a'zolarining bu o'tganni ching tutib, bu ishga mustabbit davlatning chet ellarga qo'ygan kapitalini musodara qilishga haqli. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi bu ishga mustabbit davlatning chet ellarda amonat qo'ygan pulini musodara qilishga haqli. Biz shundaq deymiz Uyg'urlar ve shundaq qaraymiz Uyg'urlar. Bugün bu iki devlet bayonatıda endi hazır kaçışning yo'li, oqibatga tayyorlik qilish, qayaga qo'yish, mal davlat kapitalini u davlatga qo'yishmi, bu davlatga qo'yishmi, mush yo'lda potparaq bo'lib, hatto xalqaro kechirim xalos qilish huquqidan bahramand bo'lish, buni bekor qilish kerak. Çünkü Rusya hem Xitoy hem mustamlika ellerden bulan talan qilgan boyliq bu mustamlika eller xalqining boylig'idir. Bugün Rusya hem Ukrayna xalqining urush chiqimini to'lashi kerak. Ukrayna xalqiga solgan ziyonni to'lashi kerak. Bugün Xitoy Cumhuriyeti hem Uyg'uriston xalqining ziynini to'lashi kerak. Uyg'uristondan bulan talan qilgan pulni Uyg'ur xalqiga qaytarish kerak. Bizning ko'z qarashimiz bu emas, bizning siyoset talablarimiz shu.
Şunlaşqı biz müracaat qılımız ki Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisi a'zolariga bu ishga musabbit davlatning chet eldagi omonat puli va omonat kapitalini Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisi qonun ma'qullab musodir qilishga tamoman huquqlidir.